Assalomu alaykum aziz gulshaydonlarim. Bugun 2 kun oldin kelgan Alokaziya Friday var gulini пересадка qilish jarayonini videoga oldim. Chunki bu gullar mana ikkita kusti bo'lsa, ikkita kustini ham egalari bor. Ularga пересадка qilish jarayonini videoga olaman. Fitini palivga o'tkazib, adaptatsiyadan o'tkazib beraman degan edim. Menga kelgan holatda bu gul mana shu barga sarg'aygan edi. Chunki ozgina yo'lda tuprog'i qurigan, yoz bo'lgani uchun, issiq bo'lgani uchun va kelgandan keyin ozgina sug'ordim. Lekin ildizlari juda go'zal holatda mana. Gashok to'ldirib o'sgan, birorta ham chirigan ildizi yo'q. Mana bu yerda klubin qotgan ekan. Egalariga nechta klubin chiqsa, o'sha klubinlarni ham o'zlariga beraman deb aytgan edim. Hozir sizlar bilan birgalikda ochib ko'ramiz. Nechta klubin chiqar ekan. Biz buni fitini palivga o'tkazamiz. Ikkita gashok, ya'ni stakanchik. Payanlik bilan teshib olamiz. Fitil uchun bitta teshik. Va yo'llaridan ham havo aylanishi uchun teshikni ochib chiqamiz. Tayyor. Endi ikkinchi gashogimizni ham, stakanchikimizni ham xuddi shunaqa qilib teshib olamiz. Mana teshib oldik. Ikkita stakanchikimiz tayyor. Teshildi. Endi mana stakanchikni fitilga tayyor qilib teshdim. Ikkita stakanchik va fitil ipimiz. Bu ip to'quv ipi, oddiy to'quv ipi. Bu nima deydi, sintetikadan bo'lishi kerak. Mana bunga yozib qo'ygan o'zi. 100% akril deyapti. Akril bu sintetika ip bo'lishi kerakligiga sabab u suyuqlikni yaxshi o'tkazadi o'zidan, keyin tez chirib ketmaydi. Namlikni yaxshi o'tkazgani uchun sintetika ipdan foydalanamiz. Hop, sekin stakanchiklarimizga joylashtirib olamiz. Men bu stakanchiklarga bir qavat fitilni ip qilaman, chunki stakanchik 200 ml. O'shaning uchun agar 2 qavat fitilni ip qiladigan bo'lsam, tuprog'i namligi oshib ketib qolib, gul ildizlari, alokaziya ildizlari namlikda qolib ketadi. Shunaqa holatda teshiklardan o'tkazib olamiz. Mana ikkita stakanimizni tayyorlab oldik. Endi gruntimizni tayyorlab olamiz. Men gruntni tayyor qilib konteynerga solib qo'yganman. Gruntim kokosvoy turf. Bu buferlangan kokosvoy turf, yaxshilab yuvilib, kerakli tuzlar qo'shilib, buferlangan kokosvoy turf. Ozginagina seramiz. Kokosvoy turfi buferlagandan keyin doim unga perlit aralashtirib qo'yaman, sababi havo aylanishi yaxshi bo'ladi. Kokosvoy turfda havo aylanib tursa, mog'orlash, har xil zamburug'lar rivojlanishi oldi olinadi. Keyin yirik fraksiyali perlit va ozgina drevesniy o'g'il qo'shamiz. Keyin buni aralashtiramiz. Menga fitil uchun eng qulayi bu kokosvoy turf bo'ldi. Mineral gruntdan ham foydalandim. Aqua gruntdan ishlatib ko'rdim. Yana moxda ham o'stirib ko'rdim. Moxda o'stirganda ildizlar juda yaxshi rivojlanadi. Ham o'simlikning o'zi ham yaxshi o'sadi, lekin moxda o'stirganda zakritiy sistema qilishimiz kerak va zakritiy sistemani har xil mineral tuzlar bilan sug'organimizda mox o'zida tuzni saqlab qoladi. Shunda mox tarkibida tuz ko'payib ketib, o'simlikning ildizlariga zararli ta'sir qilishi mumkin. O'shaning uchun moxni tez-tez yuvib turish kerak agar moxda o'stiradigan bo'lsanglar. Mineral grunt bo'lsa, yaxshi alokaziyalar ko'p yaxshi o'sadi. Ayrim alokaziyalardan tashqari o'sha mineral gruntda yozda yaxshi o'sadi, lekin qishda toshlardan iborat bo'lgani uchun issiqlik yaxshi saqlanadi. Shunda ildizlar sovuq qotib, chirish paydo bo'ladi. Shuning uchun mineral gruntni ko'p ham xohlamayman. Keyin ayrim ildizi nozik o'sadigan alokaziyalarimiz mineral gruntda biroz o'sishga qiynaladi, sababi nozik ildizlar toshlardan yurib o'tishi qiyin bo'ladi. Kokos bo'lsa, quruq pustoy substrat bo'lgani bilan, lekin namlikni yaxshi ushlaydi. Yaxshi ushab, sekin tarqatadi.
va mineral o'g'itlar bersanglar yaxshi taqsimlab beradi mineral o'g'itlarni kokos. O'shaning uchun men kokosdan ko'proq foydalanaman. Keyin kokosda AB o'g'itini tayyorlab beraman. Koko AB o'g'itini. Ana o'sha o'g'itda kokosda gullar maza qilib o'sishadi. Ana endi sekin bismillah deb gulimizni ildizlarini asta-sekinlik bilan ochamiz. Xo'p, mana yerda bitta klubini bor ekan. Kichkina bo'lgani uchun iloji boricha unga tevormaslikka harakat qilamiz. Mana tozalab ham oldim ildizlarini. Kluben terish jarayonini sizlar bilan birga baham ko'rish uchun klubenlarga tegmadim. Endi sizlar bilan birga olamiz. Mana bitta katta klubeni bor ekan tagida. Mana ko'rayotgan bo'lsa. Bismillah. Mana ildiz bilan chiqdi. Endi keyingisi mana yana bitta klubeni. Bismillah. Mana bunda ham ildiz bor tayyor. Mana bu yerda yana bitta katta klubeni bor ekan. Bismillah. Mana bunda ildiz yo'q. Buni o'zimiz rivojlantiramiz. Hop, yana bitta kluben. Yani ildiz bilan chiqdi. Oxirgisi. Mana. Hop, bu yerda mana yoga klub emas ekan. Mana klubga aylanmoqchi. Bu ham klubni tugatdi. Endi shularni o'zgarmaslikka mana 1 2 mana bu 3. Shularni iloji boricha o'zgarmaslikka harakat qilamiz. Mana yana bitta klubni qolib ketibdi. O'zi aytayotgandim, ikkita klientimga toq klubdan chiqib qoldi, nima qilaman endi deb. Mana bunisi bilan juft 6 ta bo'ldi. Bismillah. Mana. Mana ildizlarini chiroyligini. Ana endi gulimizni ko'p qiynamasdan buni ekib olamiz. Tayyorlagan gruntim boya kichkina stakanchikda tayyorladim. Gulimiz ildizlari ancha uzun ekan, kattagina ekan, kichkina stakanchikka sig'madi. O'shaning uchun kattaroq stakanchik tayyorladim, yana teshdim va fitini ipini qo'ydim. Mana bunga ham tiqilib turadi. Sezayotgan bo'lsanglar, fitini ipini 2 qavat qildim, chunki katta stakanda namlikni yaxshi ushlab berish uchun qalinroq ip kerak bo'ladi. Ipim ingichka bo'lgani uchun 2 qavat qilib joylashtirdim. Mana endi sekin gruntimizni solamiz. Ip shunaqa ko'pincha X shaklida joylashtiraman. Kimga qanaqa? Menga shunisi udobni. Shunda ko'p gruntda ko'p qismiga suv tegadi. Soat strelkasi bo'yicha aylantirib, sekin ildizlarga zarar yetkazmasdan solamiz. Mana soldim. Endi sekin ustidan grunt tashlaymiz. Bu Alakazia Friedrich sorti juda beozor sort. Ildizlari rosa tez rivojlanadi. Kluben qanaqa berishini bilmasdim, lekin klubenga ham qizg'anch chiqmas ekan. Klubenni ham ayamasdan berar ekan. O'shaning uchun agar shunaqa sort Alakaziyalar bo'lsa yoki olmoqchi bo'lsanglar, qo'rqmasdan parvarish qilsanglar bo'ladi olib. Ham o'zi chiroyli. Mana ildizlar to'plab qo'ygan joylariga grunt kirish kerak. Shunda oziqlanadi. Telariga ham kirdi. Grunt
Hayotım o'ta rihli. Juda ko'p o'rmaymiz ildizini. Ildiz bo'g'izini agar alkaziyalarni ildiz bo'g'izi juda ko'mariladigan bo'lsa, o'sha yerdan chirish boshlanib ketishi mumkin. O'shaning uchun ozgina ochib qo'yamiz. Gruntni qo'limiz bilan juda qattiq bosmaymiz. O'zi suv quyilgandan keyin asta-sekin zichlashib oladi. Mana. Ikkidan oldik. Endi buni pechkaga qo'yamiz. Keyingisi mana bu ikkinchi kursda bu hali kichkina zetka ekan. Zetka bo'lgani uchun mana klubenda tugyapti. Ikkinchi klubenda mana bu uchinchisi. Bunda hali katta klubenda yo'q. Mana bu to'rtinchi klubenda bor, sal kattaroq, lekin bu ham hali kichkina kluben. Ildizlari juda uzun. O'shaning uchun bunga ham kattaroq idish qildim. Buni ham ikki olamiz. Fitil ipimizni ustidan yana ozgina tuproq tashlashimiz kerak, chunki ildizlar to'g'ridan-to'g'ri fitil ipga tegadigan bo'lsa, chirish boshlanishi mumkin. Shuning uchun ozgina grunt tashlaymiz ip ustidan. Keyin alkazani qo'yamiz. Mana soat tiragasi bo'ylab burab joylashtirib oldim. Endi grunt solamiz. Shu videoning tagiga Telegram guruhimni qo'yaman. Silkasini qiziqqanlar kirib, Telegram guruhimda kokos torfini buferlash haqida ma'lumotlar yozganman. Foydali ma'lumotlar ko'p. Ko'rib foydalansanglar bo'ladi. Bemalol kirib, ko'rib ma'lumotlardan foydalansanglar bo'ladi. Kimdir uchun manfaatli bo'lsa, juda xursand bo'laman. Bunga ham juda ko'p grunt so'vormaymiz. Iloji boricha ildiz bo'g'isi ochiq tursin, chirish boshlanib ketmasligi uchun. Mana qattiq bosmaymiz torfni ham. O'zi asta-sekin joylashib oladi. Mana bo'ldi. Fitil iplari ham chiroyli holatda. Mana. O'zi ham yaxshi holatda keldi. Endi bular ikkita alkaziya